g'alaba deb ko'rsatishadi. Tramp mana shu savolga javob topolmayapti. Aytgancha jahon chempionati deganda sizga bir yangilikni ulashmoqchiman. FIFA Amerikadagi jahon chempionatini yoritish uchun O'zbekistondagi jurnalistlarga sanoqli yo'llanma taqdim etdi. Ulardan biri menga nasib qildi. Ro'yxatdan ham o'tib bo'lgandim. FIFA bizga taqdim etgan kalit Amerika mundialiga borishimizni deyarli kafolatlardi. Lekin oxirgi vaqtlarda Amerika hukumat qilayotgan ishlar sabab men arizamni qaytib oldim. Albatta, amerikaliklar mening borligimni ham bilishmaydi. Biz bunday katta davlat oldida kichik bir zarradekmiz. Lekin men shu tariqa Amerika hukumatining siyosatiga norozilik bildirishga qaror qildim. Bu Xudo tinchlik uchun yaratgan sayyoramizning mendek kichik bir fuqarosi tomonidan qilingan juda kichik manifest. Shunchaki bu haqda sizlarga aytkim keldi. Men hech kimni Amerikaga bormaslikka da'vat qilmayman. Boring albatta. O'zbekiston milliy jamoasini qo'llab-quvvatlang. Amerika ajoyib davlat. Shunchaki men oxirgi vaqtlarda dunyoda qo'rquv uyg'otayotgan qarorlar chiqarilayotgan davlatga borib, hech nima bo'lmagandek reportaj tayyorlashni istamadim. Jahon chempionatini yoritish masalasida xafa bo'ladigan joyim yo'q. Qatardagi mundialni ochilishidan finaligacha yoritish nasib qilgandim. Aytgancha bu mening qarorim, tahririyatniki emas. Ular ham videodan keyin bilishadi. Xullas shunaqa gaplar. Omon bo'ling.